Bu taomda ba'zi bir jihatlariga e'tibor beradigan bo'lsangiz, sizda ham ideal zo'r o'xshab chiqadi. Birinchi o'rinda yog'siz, chiroyli lahm mol go'shtini olamiz. Menda bu yerda 1 kilo 200 gramm atrofida mol go'shti lahm joyi. Oldin uzunasiga kesib olamiz, keyin bunaqasiga yirikroq kubik qilib olinadi. Agar sizni go'shtingizda yog'liroq yoki chandirroq joylari bor bo'lsa, iloji boricha olib tashlashingizni maslahat bergan bo'lardim. To'g'rayotgan go'shtingizni juda ham yupqa yoki maydaroq qilib barakali ko'proq chiqsin degan maqsadda ba'zi birlar buni maydaroq qilish mumkin. Men yirikroq qilishingizni maslahat beraman, chunki uzoq vaqt pishganda ilvillab juda ham yumshab bo'linib ketishi mumkin. Buni bitta tayyorlab qo'ysangiz, bemalol 2-3 kunga yetkazsangiz bo'ladi. Saharlikda, iftorlikda maza qilib nonni ustiga qo'yib yeydigan zo'r ovqat bo'lib chiqadi. Go'shtni tayyorlab oldim. Endi navbat piyozga. Ikkita yirikroq piyozni shunaqa parre qilib yirikroq qilib kesib olamiz. Bundan mayda bo'lib ketmasin. Qavatlarini go'sht, sariyog', piyoz qilib taxlayotgan etapimizda sal qiynalishimiz mumkin bo'lmasam. Xohishga ko'ra oq piyoz, fioletviy piyoz, qanaqasini xohlasangiz bemalol foydalanursangiz bo'ladi. Endi keyingi to'g'raydigan narsamiz sariyog'. Har kuni yaxshi ko'rib iste'mol qiladigan sifatli sariyog' solishingizni maslahat beraman. Chunki bu yerda sariyog' juda ham katta va muhim rol o'ynaydi. E'tibor berib qarasanglar, har bitta to'g'rayotgan qalinligini ham ko'rishingiz mumkin. Bundan yuqqa yoki bundan qalin qilib olmanglar. Menda hozir bu yerda sariyog'ning grammi 100 gramm atrofida olganman. Ana endi asosiy jarayonga yetib keldik. Tegiga yopishmaydigan, tegi kuymaydigan qozonda buni qilishinglarni maslahat beraman. Hammasini oldimizga tayyorlab yig'ib oldik. Endi ketma-ketligini boshlaymiz. Avval sariyog' teramiz, ustidan zich qilib go'shtlarni terib chiqamiz. E'tibor berasizlar, go'shtni umuman tuzlamadim, marinovka qilmadim, shundoq to'g'radim va mana ketma-ket terib chiqyapman. Agar go'shtingiz ko'p bo'lsa, bemalol qilmoqchi bo'lsangiz 2 qavat go'sht taxlasangiz ham bo'ladi. Ana endi go'shtdan keyin piyoz, keyin esa sariyog'. Shu ketma-ketlikda davom etasiz, hamma masalliqlaringiz tugagunigacha. Endi oxirida tabga ko'ra tuz, zira, agar achchiq ta'mini yaxshi ko'rsangiz, achchiq priprava ham qo'shishingiz mumkin. Boshqa hech qanaqa qo'shimcha kerak emas. 200 gramm suv soldim. Endi siz qozoningizni katta kishiligiga qarab solasiz. Shunda mana suv solganingizda ko'milib ketish kerak emas hammasi. Ozgina qozon chetidan qarasangiz, suv to'layotganini sezsangiz yetadi. Ustigacha ko'mishish shart emas. Ana endi bemalol gazga qo'yib, baland olovda qaynatib olib, keyin eng pastiga tushiramiz. 4 soat davomida ilvillatib yumshoqqina qilib pishirib olamiz. Yana bitta kerakli jarayoni, bu joyini videoga olmabman. Baland olovda qaynatganingizdan keyin ko'pirishni boshlaydi. Xuddi qaynatma sho'rva qilganda ko'piklari chiqadi-ku, xuddi shunga o'xshab nomli ko'piklari chiqadi. Hammasini olib tashlaysiz. Men har 1,5 soatda qaynash jarayonini videoga olib turibman. Mana suvlari kamayganini va yog'lari chiqqanini ko'rishingiz mumkin. Sizga agar foydali bo'lgan bo'lsa, yurekchani bosib keting, ko'rib xursand bo'laman.